nimalar dedi? Hech nima demadi. Yur uxlayman. Bandargohda kemaga o'tiramiz. Yelkanlarini yoyib, bizni Istanbulga eltib qo'yadi. Otam bilan Ibrohimni sog'indim. Istanbulda bizni Ibrohim kutib oladimi? Albatta. Otang, buving Hafsa sulton, ammang Xadicha sulton, hammasi bizni kutib oladi. U saroy biznikida. Sulaymon. Sulaymon xuddi otasiga o'xshab qat'iy hukm chiqardi. Ja'far og'ani kallasi ketdi deyavering. Keyingisi kim bo'larkan? Shunaqa amr qilishini bilganmiding? Yo'q. Sulton otasining so'nggi kunlari haqida so'ragandi. Otam ko'p qiynalmadilarmi deb so'radi. Yana nima dedi? Bizni so'ramadimi?